Hukumatni tuzish uchun katta xizmat qilgan Li Singman oxir oqibat Gavayiga surgun qilindi. Demokratik yetakchi bo'lgan Chan Myon esa demokratiyadan mahrum bo'ldi. Haqiqiy hokimiyatga ega bo'lmagan yunbosun harbiy to'ntarishni tan olib, harbiy rejim yo'lini ochib berdi. Iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shgan Pak Chon Xi o'z odamlaridan biri tomonidan o'ldirildi. Xalqning orzulari va harbiylarning quroli o'rtasida ojiz bo'lgan Chixve Gyuha qisqa muddatli Seul bahori bilan birga sahnadan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Avtoritar boshqaruv uslubiga ega bo'lgan Chon Duxan o'zining xavfsizlik kafolati deb bilgan do'sti tomonidan Baytamsa ibodatxonasiga surgun qilindi. Katta infratuzilma loyihalarini amalga oshirgan No Tai-u korrupsiya sabab qamoqqa tashlandi. Yangi Koreya qurmoqchi bo'lgan Kim Yong Sam 1997-yilgi Osiyo iqtisodiy inqiroziga duch keldi. Quyosh nuri siyosatini olib borgan Kim De Jong maxsus tergov natijasida o'z siyosatining qonuniyligi shubha ostiga tushdi. Oddiy xalqning umidi bo'lgan No Myuhyon iste'fodan so'ng o'z joniga qasd qildi. Iqtisodiy prezident shiori bilan hokimiyatga kelgan Lee Myung-bak prezidentlikdan so'ng ommaviy so'rovnomalarda eng yomon prezident deb topildi. Mustahkam tarafdorlari bilan maqtangan Pak Geun-hye Chixve Sun-sil janjali sababli impichmentga uchradi. Moon Jae-in Koreya rahbarlari orasida ortiqcha janjallar va shovqinlarsiz prezidentlik muddatini tugata olgan hozircha yagona prezident. Va nihoyat, so'nggi prezident bo'lmish Yun Sok-yeol 2024-yil 3-dekabrda mamlakatda harbiy holat e'lon qilish ortidan 14-dekabrda Milliy assambleya tomonidan unga impichment e'lon qilindi. Bu prezidentlarning fojiasi.